Surxondaryoda 90 kirgan bova domla Do'stmuhammad Hazrat degan Xudosi siri juda ulug' zot o'tgan. Shu kishini oldiga kelib ilm o'qirganda 3 oy deganda Ixlos surasini zo'rg'a o'tkazib bir tajvid bilan qaytaraverar kelaverar ekan, shu yondagilar so'rabdi. Hazrat, shu yoshingizda sizga nima zarli, shuncha tashvish? O'zingiz qiynab nima qilasiz? Bari yodlolmaysiz-ku degan mazmundada oxirigacha bora olmaysan, nima qilasan? Men oxirigacha bora olmasam ham har kuni kelishligim bilan tolib ilmlik degan maqomda turibman. Inshaalloh shu maqomda o'tadigan bo'lsam, umidim bor, qiyomatgacha qancha vaqt bo'ladigan bo'lsa, qabrimda bir farishta kelib o'rgatishligi umidim bor edi. Bardavomlik uchun kelyapman.